Avvalambor ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz Baxmalga. Rahmat. Ustoz, biz Baxmal haqida qisqacha bir fikr bildirib o'tgansiz ustoz. Endi men aytaymi ukajonim, ismi nima deydi? Shohruh ustoz. Shohruh. Baxmal haqida menimcha nafaqat men, boshqalar ham faqat iliq fikr bildiradi. Aytaymi, Baxmalni men tabiatini maqtamay turay. Men birinchi kundan beri Baxmalda shu maktablarda, tadbirlarda yuribman-da. Baxmalni odamlarini, Baxmal degani u mayin bir mato deganida, Baxmal duxoba. Odamlari ham bir mayinlik, odamlarda muomalasida mayinlik bor. Shinavanda tabiatini maqtamay turay. Odamlari keyin qayerga borsang xush kelibsiz deb kutib olyapti. Qayerga borsa kutib oladi-ya, qarang. Bu nimadan dalolat beradi? Bu mana shu xalqimni, O'zbekistonimni, mehmon do'stligi. Yana bittasi, bu Baxmal xalqi tinchlikni qadriga juda yetadigan xalq turibdi. Pazandaligini aytmayman, Baxmalni taomlarini aytmayman, tabiatini aytmayman. Bir pasda yomg'ir yog'adi, bir pas turib yana quyosh ham chiqib ketadi. Men aytamanki, Allohning nazari Baxmal